Salom, aziz tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim, ba'zan esa hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir masalani muhokama qilmoqchiman. Agar sizning yoshingiz 65 va undan katta bo'lsa, yoki sizning ota-onangiz, bobo-buvlaringiz ushbu yosh toifasiga kirsa, ushbu videoni bir soniya ham o'tkazib yubormang. Bu ma'lumot sizning kundalik hayotingizga, oilaviy byudjetingizga va hatto sog'lig'ingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin, men bilaman. Ko'pchilik bu haqda hali eshitmagan yoki to'liq tushunmayapti. Lekin ishonchim komilki, bu videomiz sizni keraksiz tashvishlardan xalos qilib ko'p qulayliklar eshigini ochadi. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Bu boshqa insonlarning ham bu muhim ma'lumotdan boxabar bo'lishiga yordam beradi. Muammoning mohiyati avvallari 65 yoshdan oshgan fuqarolarimiz uchun mavjud imtiyozlar va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi ancha tarqoq va murakkab edi. Har bir imtiyozni olish uchun alohida idoralarga murojaat qilish, turli hujjatlarni to'plash va uzoq navbatlarda turishga to'g'ri kelardi. Masalan, kommunal to'lovlar uchun chegirmalarni rasmiylashtirish bir joyda, transportda yurish uchun imtiyozlar boshqa joyda. Dori, darmon yoki tibbiy xizmatlar uchun esa butunlay boshqa yo'llar orqali murojaat qilish zarur edi. Bu esa keksa avlod vakillarimiz uchun jiddiy qiyinchiliklar tug'dirardi. Ularning ko'pchiligida internetdan foydalanish, zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirish yoki shahar markazidagi turli idoralarga borib kelish imkoniyati cheklangan edi. Natijada ko'plab keksa yoshdagilar o'zlariga tegishli bo'lgan imtiyozlardan foydalana olmay, qiyinchiliklarga duchor bo'lishardi. Hatto ba'zilar o'zlariga qanday imtiyozlar tegishli ekanligini ham bilmasdilar. Davlatimiz ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirishga qaratilgan qator islohotlarni amalga oshirib kelmoqda. Bu borada yangi bosqichga o'tildi. So'nggi paytlarda qabul qilingan prezident farmoni va hukumat qarorlari bilan 65 yoshdan oshgan fuqarolarimiz uchun yanada qulay va samarali tizim yaratish maqsadida ularning barcha imtiyozlarini bir joyga jamlaydigan yagona hujjat Oltin yillar kartasi joriy etildi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumatimiz tomonidan 65 yoshdan oshgan barcha fuqarolarimizga alohida e'tibor qaratilib, ularga yanada qulay sharoitlar yaratish maqsadida yagona ko'p funksiyali Oltin yillar kartasi taqdim etilmoqda. Bu karta nafaqat mavjud imtiyozlarga yagona platformadan turib erishish imkonini beradi, balki yangi qo'shimcha imtiyozlar va qulayliklarni ham o'z ichiga oladi. Eng muhimi, ushbu kartani olish uchun sizning daromad darajangiz yoki ijtimoiy holatingiz muhim emas. Agar siz 65 yoshdan oshgan bo'lsangiz, demak siz ushbu kartaga to'liq haqlisiz. Bu karta faqatgina qo'llab-quvvatlash emas, balki keksa avlodga bo'lgan hurmat va ehtiromning ham bir belgisi hisoblanadi. Shu sababli bu imkoniyatdan foydalanmaslik katta xato bo'ladi. Hujjatni olish uchun ariza berish jarayoni soddalashtirilgan va ma'lum bir muddat belgilangan. Bu muddatni o'tkazib yubormaslik juda muhim. Chunki muddatdan keyin kartani olish jarayoni murakkablashishi yoki ba'zi dastlabki imtiyozlar qo'llanmasligi mumkin. Shuning uchun zudlik bilan ariza topshiring degan chaqiriq juda dolzarbdir. Batafsil tahlil. Nimalarni bilish kerak? Kimlar tashvishlanishi kerak? Va kimlar yo'q Oltin yillar kartasi nima va u kimlarga kerak? Bu karta 65 yosh va undan katta bo'lgan O'zbekiston Respublikasining har bir fuqarosi uchun mo'ljallangan. Bu faqatgina bir jismoniy karta emas, balki bir qator ijtimoiy, iqtisodiy va tibbiy imtiyozlarga ega bo'lish huquqini beruvchi bir tizimdir. Karta orqali siz quyidagi imtiyozlardan foydalanishingiz mumkin. Kommunal to'lovlar uchun chegirmalar. Endi siz gaz, elektr energiyasi va suv uchun ma'lum bir miqdorga qadar, masalan belgilangan limitgacha 25% chegirma kamroq to'laysiz. Bu oilaviy byudjetga sezilarli yengillik olib keladi. 2. Jamoat transportida imtiyozlar. Shahar va shahar atrofidagi jamoat transportidan avtobus, metro foydalanish uchun sizga yarim pulgacha chegirma taqdim etiladi. Ba'zi shaharlarda esa ma'lum yo'nalishlarda bepul foydalanish imkoniyati ham ko'zda tutilgan. 3. Dori-darmon xarid qilishda qo'llab-quvvatlash. Hukumat tomonidan tasdiqlangan asosiy dori vositalari ro'yxati bo'yicha dorixonalarda xarid qilganingizda 10.000 chegirma beriladi. 4. Tibbiy xizmatlarga ustuvor kirish. Davlat shifoxonalarida shifokor qabuli va ba'zi tahlillardan ustuvor tartibda va navbatlarsiz o'tish imkoniyati. Shuningdek, belgilangan tibbiy ko'riklardan tekin o'tish. 5. Madaniy ma'rifiy tadbirlarga kirish. Muzeylar, teatrlarga kirish chiptalari uchun chegirmalar yoki ba'zi kunlarda bepul tashrif buyurish imkoniyati.
6 bank xizmatlarida afzalliklar. Ba'zi banklarda pensiya kartalarini yuritish uchun xizmat haqi olinmasligi yoki kartadan naqd pul yetishda komissiya miqdori kamayishi mumkin. Kimlar tashvishlanishi kerak? Har bir 65 yoshdan oshgan fuqaro. Agar u hali bu kartani olmagan bo'lsa, zudlik bilan tashvishlanishi va ariza topshirishi kerak. Bu imtiyozlar umri davomida xizmat qilgan, jamiyatga o'z hissasini qo'shgan keksa avlodga davlat tomonidan ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik belgisidir. Shuningdek, ularning farzandlari, nabiralari ham ota-onalarining, bobo-buvilarining bu imkoniyatdan foydalanishlariga yordam berishlari zarur. Bu nafaqat ularga moddiy yordam, balki ularga bo'lgan e'tibor va hurmatning ham ifodasidir. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Agar siz allaqachon ushbu kartani olgan bo'lsangiz yoki yoshingiz 65 dan kichik bo'lsa, hozircha bu sizga tegishli emas. Biroq sizning yaqinlaringiz orasida 65 yoshdan oshganlar bo'lsa, ularga bu haqda ma'lumot berish sizning ijtimoiy mas'uliyatingizdir. Endi esa aniq misollar keltiraylik. Birinchi misol: Oysha buvi va kommunal to'lovlar. Toshkent shahrida yashovchi yetarli 2 yoshli Oysha buvi yolg'iz yashaydi va uning pensiyasi oylik xarajatlarini zo'rg'a qoplaydi. Qish oylarida gaz va elektr energiyasi uchun to'lovlar juda yuqori bo'lib, uning byudjetiga katta yuk tushiradi. U ilgari alohida idoralarga borib, kommunal xizmatlarga chegirmalarni rasmiylashtirishga urinib ko'rgan. Ammo jarayonning murakkabligi va talab qilinadigan hujjatlar ko'pligi sababli bunga erisha olmagan. Endi esa oltin yillar kartasi unga avtomatik ravishda kommunal xizmatlarga 25% chegirma beradi. Agar uning oylik kommunal to'lovlari o'rtacha 300 ming so'm bo'lsa, bu degani u har oy 75 ming so'm tejaydi. Yilda bu qariyb 900 ming so'mni tashkil etadi. Bu esa unga boshqa muhim ehtiyojlarni qondirishga yordam beradi. U bu pullarni o'ziga yangi dori-darmon sotib olishi yoki nabirasiga sovg'a olishi mumkin. Bu shunchaki bir qog'oz emas, balki o'sha buning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydigan bir omil. Ikkinchi misol: Ahmad bobo va transport xarajatlari. Farg'ona viloyatining Qishloq tumanida yashovchi 68 yoshli Ahmad bobo shifokorga ko'rinish uchun tez-tez tuman markaziga borishga majbur. Qishloqdan tuman markaziga borish uchun avtobusda borib kelish uchun har safar 10 ming so'm sarflaydi. Oyiga u kamida 4-5 marta borib keladi. Bu esa uning cho'ntagidan yaqin 7 ming so'm chiqishini anglatadi. Oltin yillar kartasi bilan unga jamoat transportida eshin birida chegirma taqdim etiladi. Demak, endi u bir safar uchun atiga 5 ming so'm to'laydi. Oyiga u 20-25 ming so'm tejaydi. Bu uning uchun katta yengillik. Chunki har bir tiyin ahamiyatli. Qolaversa, kartasi bo'lgani uchun unga avtobusda joy berishda ustunlik beriladi. Bu esa uning safarini yanada qulay qiladi. Uchinchi misol: Fotima aya va dori-darmon. Samarqandlik 75 yoshli Fotima aya doimiy ravishda yuqori qon bosimi uchun dori ichadi. Uning dori-darmonlarga oyiga kamida 1,5 ming so'm pul ketadi. Oltin yillar kartasi joriy qilinishi bilan u ro'yxatga kiritilgan dori vositalarini sotib olayotganda imborni chegirmaga ega bo'ladi. Bu degani u har oy 25 ming so'm tejaydi. Yiliga esa bu 1000 ming so'mni tashkil qiladi. Bu summa kichik tuyulishi mumkin. Lekin keksa yoshdagilar uchun har bir tejangan so'm muhimdir. U bu pullarni o'zining sevimli nabiralariga shirinliklar olib berishi yoki uyiga ozgina bo'lsa ham foyda keltirishi mumkin. Bu misollar shunchaki raqamlar emas, balki real hayotdan olingan hikoyalardir. Oltin yillar kartasi ko'plab keksa yoshdagilarning hayotini osonlashtirishga va ularga moddiy yordam ko'rsatishga qaratilgan amaliy qadamdir. Qoidadan istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar har qanday tizimda bo'lgani kabi, oltin yillar kartasi tizimida ham ba'zi nuanslar va e'tibor berish lozim bo'lgan qaltis jihatlar mavjud. Bir muddat o'tkazib yuborish. Kartani olish uchun belgilangan muddat mavjud. Masalan, dastlabki bosqichda ariza topshirish uchun 2024 yil 31 dekabrga qadar muddat belgilangan bo'lishi mumkin. Bu muddatdan keyin ariza topshirganlar ham kartani olishlari mumkin. Ammo ba'zi qo'shimcha imtiyozlar, masalan, bir martalik moddiy yordam dastlabki bosqichda ariza berganlarga berilishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar tezroq ariza topshirish tavsiya etiladi. Muddatlar haqida aniq ma'lumotni davlat xizmatlari markazlaridan yoki mybank.uz portali orqali olish mumkin. Hujjatlarning to'liqligi va aniqligi. Arizani to'ldirishda yoki hujjatlarni taqdim etishda eng kichik xato ham arizaning rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin.
Masalan, pasport ma'lumotlaridagi nomuvofiqlik, yashash joyi to'g'risidagi ma'lumotlarda xatoliklar. Shuning uchun barcha hujjatlarni diqqat bilan tekshirish va to'g'ri to'ldirish zarur. Agar shaxsiy ma'lumotlaringizda o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, familiya o'zgarishi, yashash joyi o'zgarishi, avval ushbu ma'lumotlarni tartibga solib, keyin ariza topshirish tavsiya etiladi. 3 muddati o'tgan hujjatlar. Ba'zi fuqarolar pasportlarning muddati o'tganiga yoki pensiya guvohnomalarida eskirgan ma'lumotlar borligiga e'tibor bermaydilar. Bunday hollarda avval hujjatlarni yangilash talab etiladi. Masalan, 61 yoshdan oshgan fuqarolarda pasport muddatlari ko'pincha muammo tug'diradi. Chunki ular yangilash zaruriyatini unutib qo'yishadi. E'tibor bering. Har bir hujjatning amal qilish muddati bor. 4 chegirmalarning chegaralanishi. Yuqorida aytib o'tgan kommunal to'lovlar uchun chegirmalar ma'lum bir limitgacha amal qiladi. Masalan, elektr energiyasi uchun oyga 200 kilovolt soatgacha, gaz uchun esa 500 kub metrgacha chegirma berilishi mumkin. Agar siz bu limitdan ortiq iste'mol qilsangiz, ortiqcha qism uchun to'liq hajmda to'lov amalga oshiriladi. Shuning uchun o'zingizning iste'molingizni bilish va rejalashtirish muhimdir. Bu tizim resurslarni tejamkorlik bilan ishlatishga undash uchun ham joriy qilingan. 5. Qaltis maslahatlar va firibgarlik. Ba'zi shaxslar keksa yoshdagi fuqarolarning ishonchidan foydalanib, ularga oltin yillar kartasini tezlashtirilgan tarzda olib berishni taklif qilishlari, buning evaziga pul talab qilishlari mumkin. Unutmang, kartani olish uchun davlat xizmatlari markaziga bevosita murojaat qilish yoki mytok.gov uz orqali onlayn ariza berish mumkin va bu jarayon bepul. Hech kimga bu uchun pul to'lamang. Har qanday shubhali takliflarga ishonmang va huquq tartibot idoralariga xabar bering. Davlat xizmatlari bepul yoki minimal davlat boji evaziga amalga oshiriladi. Qo'shimcha tezlashtirish xizmatlari yo'q. 6. Karta yo'qolishi yoki shikastlanishi. Agar karta yo'q bo'lsa yoki shikastlansa, uni qayta tiklash mumkin. Buning uchun yana davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish lozim bo'ladi. Lekin bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun kartangizni ehtiyot qiling. Karta yo'qolgan taqdirda darhol markazga xabar berish kerak. Chunki undan noqonuniy foydalanish holatlari oldini olish uchun. 7. Tizimning doimiy yangilanishi. Imtiyozlar ro'yxati yoki ularni qo'llash qoidalari vaqti bilan yangilanishi mumkin. Shuning uchun davlat xizmatlari markazining rasmiy veb-saytini yoki my.gov uz portalini muntazam kuzatib borish tavsiya etiladi. Yangiliklardan xabardor bo'lish sizga har doim maksimal foyda olish imkonini beradi. Bu nuanslarni bilish va ularga e'tibor berish kartani olish va undan foydalanish jarayonini yanada osonlashtiradi. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismiga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlarni qo'yish lozim? Jarayon iloji boricha soddalashtirilgan, ammo ba'zi muhim bosqichlar mavjud. Eng qadam arizaga murojaat qilish joyini tanlang. Sizda ikkita asosiy variant bor. Davlat xizmatlari markaziga shaxsan tashrif buyurish. Bu usul internetdan foydalanish imkoniyati cheklangan yoki shaxsiy yordamga muhtoj bo'lgan keksa yoshdagilar uchun juda qulay. Markaz xodimlari sizga ariza to'ldirishda yordam beradi va savollaringizga javob beradi. Barcha shaharlar va tuman markazlarida bunday markazlar mavjud. Odatda ularda keksa yoshdagilar uchun alohida navbatlar yoki qulayliklar yaratilgan. My.gov uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida onlayn ariza berish. Agar siz yoki sizning yaqinlaringiz internetdan foydalanishni bilsangiz, bu eng tez va qulay yo'l. Siz uyingizdan turib, navbatlarsiz arizani to'ldirib, elektron tarzda yuborishingiz mumkin. Bu variant ko'pincha texnologiyaga moslashgan yordamchi shaxslarga ega bo'lganlar uchun afzalroq. 2 qadam kerakli hujjatlarni to'plang. Arizani topshirish uchun sizga quyidagi asosiy hujjatlar kerak bo'ladi. Pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjat. Asl nusxasi va nusxasi kerak bo'lishi mumkin. Pasportingizning amal qilish muddatiga e'tibor bering. Agar muddati o'tgan bo'lsa, avval uni yangilating. Pensiya guvohnomasi. Bu sizning pensioner ekanligingizni tasdiqlovchi hujjat. UTSB xarajatning besesimi hajmidagi irdona rangli fotosurat. Ba'zi hollarda davlat xizmatlari markazida rasmiy xizmatlar ham ko'rsatilishi mumkin. Ammo tayyor fotosurat bilan borish vaqtni tejaydi. 3 qadam arizani to'ldirish. Agar davlat xizmatlari markaziga borsangiz, markaz xodimi sizga arizani to'ldirishda yordam beradi. Siz shunchaki kerakli ma'lumotlarni aytib berishingiz kerak bo'ladi. Onlayn ariza berayotgan bo'lsangiz, my.gov uz saytida oltin yillar kartasi uchun ariza
bo'limini topasiz. U yerda talab qilinadigan shaxsiy ma'lumotlarni FISH, tug'ilgan sana, pasport seriyasi va raqami, yashash joy manzili, telefon raqami diqqat bilan va xatosiz kiritishingiz shart. Barcha bo'sh qatoqlarni to'ldirishingizga ishonch hosil qiling. Aritmetik xatoliklarga yo'l qo'ymang. 4 qadam: arizani topshirish va qabul qilish. Davlat xizmatlari markazida arizangiz qabul qilingandan so'ng sizga arizaning ro'yxatdan o'tganligi haqida kvitansiya beriladi. Unda arizaning raqami va ko'rib chiqish muddati ko'rsatiladi. Onlayn ariza berganingizda esa arizaning holatini MyBokov uz portali orqali shaxsiy kabinetingizda kuzatib borishingiz mumkin. Arizani ko'rib chiqish muddati odatda 5-7 ish kunini tashkil etadi. 5 qadam: kartani olish. Arizangiz ma'qullanganidan so'ng sizga oltin yillar kartasini qayerdan va qachon olishingiz mumkinligi haqida xabar keladi. SMS orqali yoki shaxsiy kabinetingizda. Kartani olish uchun belgilangan joyga, odatda davlat xizmatlari markazining o'ziga pasportingiz bilan borishingiz kerak bo'ladi. Kartani olgandan so'ng uning to'g'ri ishlashini tekshirishni unutmang. Masalan, bankomatda balansni tekshirish yoki dori-darmon xarid qilishda chegirma qo'llanilganini sinab ko'rish. Qo'shimcha tavsiyalar: yaqinlaringizga yordam bering. Agar sizda 65 yoshdan oshgan qarindoshlaringiz bo'lsa, ularga bu jarayonda yordam bering. Ularning nomidan onlayn ariza topshiring yoki ularni davlat xizmatlari markaziga olib boring. Savollar berishdan qo'rqmang. Agar biron bir joyda tushunmovchiliklar bo'lsa, davlat xizmatlari markazi xodimlaridan yoki MyDogov.uz portalining qo'llab-quvvatlash xizmatidan yordam so'rang. Ular sizga har doim yordam berishga tayyor. Axborotni tekshiring, har qanday shubhali ma'lumotlarga ishonmang. Faqat rasmiy manbalardan. Davlat xizmatlari markazi MyDogov.uz hukumatning rasmiy axborot portallari olingan ma'lumotlargagina ishoning. Xulosa va yakuniy chaqiriq: aziz do'stlar. Bugun men sizga 65 yoshdan oshgan fuqarolarimiz uchun joriy qilingan oltin yillar kartasi haqida batafsil ma'lumot berdim. Bu shunchaki bir qog'oz emas, balki keksa avlodimiz hayotini sezilarli darajada yaxshilashga qaratilgan ko'plab imtiyozlar va qulayliklarni o'z ichiga olgan bir tizimdir. Kommunal to'lovlar, transport, dori-darmon xarid qilish va tibbiy xizmatlardan foydalanishdagi chegirmalar, bularning barchasi birgina karta orqali amalga oshadi. Eng muhimi, bu kartani olish uchun belgilangan muddatni o'tkazib yubormaslikdir. Chunki muddat o'tgandan so'ng ba'zi dastlabki imtiyozlarni yo'qotishingiz mumkin. Shuning uchun imkon qadar tezroq, zudlik bilan davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling yoki MyDogov.uz portali orqali onlayn ariza topshiring. Ushbu muhim ma'lumotni o'zingizning yaqinlaringizga, do'stlaringizga, qo'shnilaringizga ham yetkazing. Balki ular bu haqda hali eshitmagandirlar. Sizning birgina ogohlantirishingiz kimningdir hayotini ancha yengillashtirishi mumkin. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu karta haqida nimalarni bilmoqchisiz? Qanday savollaringiz bor? Videomiz siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Bu bizga kelajakda ham shu kabi muhim va foydali ma'lumotlarni tayyorlashda ilhom bag'ishlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling.